Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Josep Guardiola boshchiligidagi Manchester City Angliya Premier Ligasining 9-turida Aston Villa bilan kuch sinashadi. Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiola Aston Villaga qarshi uchrashuvdan avval matbuot anjumanida ishtirok etib, hamyurtimiz Abduqodir Husanovning jarohatiga alohida to'xtalib o'tdi. Menimcha u qaytishga yaqin, ammo hali tayyor emas. U tanasining juda xavfli qismidan jarohat olgan edi, deya ta'rif berib o'tdi Manchesterliklar ustozi. Terma jamoamiz a'zosi Abduqodir Husanov esa Cityning so'nggi 6 ta uchrashuvini o'tkazib yuborgan edi. Endi esa bo'lajak to'qnashuvda ham ishtirok eta olmasligi ma'lum bo'ldi. Mazkur to'qnashuv 26 oktyabr kuni soat 19:00 da start olishi rejalashtirilgan.